Keling Shirin, bu sizga sovg'a. Sadulla aka, buni bir poni qani? Shirin, bizda shnurdan ko'pi bormi? Xohlagan rangingizda, xohlagan dizaynda shnurni to'qitib, uchlama qildirib o'zingiz taqib olasiz. Muammo yo'q. Mana ko'rdingizmi? Biza aksessuarni detal emas, natija deb bilamiz. Mana bu natija. Qarang Shirin, ko'rib turganingizdek, ba'zi aksessuarlar bor. Bular shu aksessuari bo'lmasa, yaroqsiz holatda bo'ladi. Bunga yana bitta misolimiz bor. Manbasi esingizda bo'lsa kerak. Buni ham shu vingerkasi bo'lmasa, bu alyumin metal parchasi bo'lib qoladi. Shirin keling, yana bitta seryozni misolim bor. Mana bu yerda mana yozuvli rezinka. Murskoy tursu. Buni rezinkasi bo'lmasa, bu ham material parchasi bo'lib qoladi. Tushuntira oldimmi? Sohamiz juda ham qiziqarli edi. Shunaqa.